Uyg'ur vatanparvarlikning manbasi va ifodalanishi. Abtori Mevlan Yasin. Vatanparvarlik tarixdan buyon izchil saqlanib kelgan tema. Vatanparvarlar tarixdan buyon dunyoning maqtishiga sazovar bo'lgan, hurmatiga erishgan. Vatan va millat sotqunlar dunyo tarafidan haqoratlanib kelgan, sesq nomini qoldirgan. Vatanparvarlik degan bu uqum bir qarasa ko'z oldida, bir qarasa dunyoning u chetida, bir qarasa saltanatlik imoratga, bir qarasa g'oyibona manziriga, bir qarasa qo'lini uzatsa tutqili bo'ladigan go'harga, tutay desa qo'liga chiqmaydigan ko'pikka, ichay desa ochiq ko'k buyog'a, to'kay desa totliq hasalga, tushunay desa ro'shan, ifodalay desa mujmal nazariyaga o'xshaydigan chigish, oddiy, abstrakt, konkret qatorliqlardan jug'urilgan mistikkan. Xitoy 1950-yili Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon vatanparvarlik Uyg'urlarda bir xil ruhiy holatni yetishtirib chiqdi. Bir xil qo'rqinish psixikasini tarbiyalab chiqdi. Kishilar qo'rqinishni his qilganda ular haqiqatni izlamaydi. Balki o'zini qo'g'daydigan hikoyalarni izlaydi. Bularga pokit va dalillar ahamiyatsiz va munosibatsiz. Faqat o'ziga bexatar tuyg'usi akiladigan, o'zini to'g'ri qilib ko'rsatadigan, to'pqa tava qiladigan yolg'onchilik muhim. Shunlashqa saxta hikoyalar haqiqiy hikoyalarga qaraganda tez tarqaladi. Chunki saxta hikoyalar ularni rahat his qildirdi. Uyg'urlardagi vatanparvarlik mushu jiddiy iqimda u yoqdan bu yoqqa urilib keldi. Vatanparvarlik degan uqum qandoq mazmunni ichiga oladi? Uyg'ur vatanparvarligining manbasi nima? Qandoq shakllangan? Qandoq ifodalanadi? Maria Curie xonim Polshada tug'ilgan Fransiya fizika va ximiya olimi. Shundaqla radioaktivlik tadqiqotining boshlamchisi. 2 qitim Nobel mukofotini olgan. 1867-yili Varshavada tug'ilgan. Bu vaqtda Polshaning munqariz bo'lganligiga 70 yildan oshgan. Varshavamu Curie xonim tug'ilishdan 30 yil burun Char podshohning kontrolligidagi bir o'lkaga aylanib bo'lgan. Lekin Maria Curie xonim hamisha o'zini polshalik deb qaraydi. Char podshohning qonunliqligini e'tirof qilmagan. Mustamlikchini o'zining xalqi deb e'tirof qilmagan. Boshqalarning jasad sanduqini uyga akirib yig'lamagan. Necha ming yil ilgariki polshalik ajdodlarini qattiq tanqidlamagan. O'zi bayqagan 84-ximiya ilmintini Poloniy deb atash orqali bu g'oyib bo'lgan davlatining ismini yana Polshani ilmintlar ichida mangu yashaydigan qilgan. Bu eng tantanali xitobnoma. Vatani munqariz bo'lgan bo'lsa-mu, insoniyatning eng yuqori ilmiy muvaffaqiyatlaridan foydalanib, dunyoning Polshaning izzat hurmatini mangu asli saqlashini umid qilgan. Bu bir olimning romantikasi emas, balki vatanidan ayrilganlarning qasmi. Xaritada vaqtliq g'oyib bo'lgan davlatini ilm-fan tarixida mangu parlaq bo'lsin degan jasorat. U Char podshoh o'ziga qo'shib olgan va davlatining ismini uzun yil tortib olgan Varshavada tug'ilgan. Lekin vafot bo'lguncha kimlikka Rossiyalik deb yezishni rad qilgan. Biz polshaliklar davlatimiz qul bo'lganda vatanimizdan ayrilish huquqimiz yo'q deb izohat bergan. Mana buni vatanparvarlikning shonliq ulgisi deb tonisak bo'ladi. Dunyoda halok bo'lib baxmagan davlat asosan yo'q. Yimirilgandan keyin qayta asliga keladigan madaniyat ulug'ligini haqiqiy namoyon qila oladi. Insoniyat tarixida olamga patmagan imperiyalar kam bo'lmagan. Masalan, Assiriya, Rim, Tavantin suyu, Persiya, Babiloniya, Mong'ol, Aztek. Bu imperiyalar shu vaqtida cheksiz shon-sharafga erishgan. Ammo ular zavolliq yuzlangandan keyin
tarixning bepoyon etigida butunlay g'oyib bo'ldi. Qancha davlat halok bo'lgandan keyin qayta asliga keladi. Uyg'urlar o'xshamagan darajada chet el qabilalarining qayta tajovuz qilishini boshdan kechirgan. Xitoy, Mo'ng'ul, Manju, Rus, Arab, Farsi, Saljuq, yana Yipak yo'li markazi bo'lganlikdan keng doiradagi madaniyatning parakandichiligiga uchrab kelgan. Lekin qayta do'milab tushib ketgan cho'nqur o'nkiridan ko'tarilib chiqib, dast turib, tog'dagi yo'lvosdek ho'kirab keldi. Yemirilgan davrlardimi chet el irqini o'zining ajdodi deb e'tirof qilmadi. Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston u biz tanlash erkinligimizni manba qilgan. Shundaqla bizdagi eng cho'nqur tavallik tuyg'usi. U bizning tilimizning, madaniyatimizning, tarixiy aslimalarimizning, turmush odatimizning va estetik zo'qlarimizning yig'indisi. Chet ellarda yashasaqmi, balalik davridagi she'rlarni yoki naqshlarni anglaganda qo'zg'algan hissiyot to'lqini, tonish ta'mni tetiganda cheksiz lazzatini his qilish, ona vatanimizning qo'shoq nazmlarini anglaganda ko'zga liq to'lgan issiq yosh. Biz yolg'iz qolgandimi, yolg'iz emasligimizni eslatadigan yo'lancha. Bizning orqamizda necha ming yil davomlashib kelayotgan ajdodlarimizning ko'z nuri. Munqariz bo'lganda 100 yildan oshgan bo'lsa-mu unutib ketilmaydigan sadoqat va qaysarlik. Uyg'ur vatanparvarligi. Xashi koridorida Genju Uyg'ur hokimiyati, Turpan o'ymalligi va uning atrofidagi bir qism joylarda İduqut Uyg'ur hokimiyati. Kucharning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolida Issiq ko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan keng zaminda Qarxoniylar hokimiyati qatorliqlar qoldirgan cho'nqur tarixiy yiltiz va aslima. Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston Navoiy Farhodga rasm sizdirgan, she'ringa gullar tizgan yer. Yusufga sojib Qutadg'u bilikni yozgan makon. Boğumuz Mahmud Koshig'ari Divonu lug'ati Türkni tuzgan manba. Abu Abbas Parg'oni, Abu Nasir Farabi, Abu Rayhan Bironi, Sanqu Salih To'tun qatorliq buyuk olim, mutafakkur va tarjimonlar chiqqan tuproq. Mirza Muhammad Haydar Ko'ragan tarixiy Rashidini, Aman-Niso xon Mahmud Nafsi, Axloqiy Jamilani, Musa Sayrami tarixiy Hamidini, Esmetullah Muajizi tarixiy Musaqiyunni avlodlarga qoldirgan zimin. O'g'izxon, Botur Tangriqut, Istamixon, Bayanchurxon, Bo'g'raxon, Saidxon qatorliq ajdodlarimiz ot chepib, qon to'kib va iz qoldirgan jahon. Ko'ltekin mangu teshida Xitoyga zodi ishonma degan tanbih bergan. Shah Mashrab dorg'i isilgan. Sadir Palvon tog'lar ara naqshi aytgan. Sid Gangung o'zining o'lim xetini opirib bergan. Temir Xalifa qonga milangan. Sabit Damollam birinchi jumhuriyatni tiklagan. G'ojiniyoz hoji bo'g'ib o'ltirilgan. G'ani Botur o'q chiqargan. Rizvongul jon bergan. 40 ming nafar ikkinchi jumhuriyat armiyasi 960 Xitoy askariga hujum qilmay 4 yil Manas daryo bo'yida yetib va 11 bitimga qo'l qo'ygan zimin. Abduxoliq Uyg'ur, O'yg'on Uyg'ur, Lutfullah Mutallib yillarga javob. Abdurahim O'tkir O'yg'ongan zimin. Mamatali apandi qurtulush yo'lida suvdek oqdi bizning qonimiz. Turg'un Almas Uyg'urlar, Zordun Sabir Anyurt, Mamtimin Hoshur qum bosgan shaharni yozgan tarixiy sahna. Uyg'ur vatanparvarligi mushu yiltizlardan ko'klab chiqqan tegiching qarg'aylar va to'kilib tursa yengisi echilib turadigan atir gullar. Demak, vatanparvarlik degan bir Uyg'ur o'g'il qizlarining qinida eqiyotgan yiltiz aslimasi. Necha ming yildan buyon barpo qilgan vataniga bo'lgan eng cho'nqur hissiyat. Bir xil eng sap, eng sezgur, eng esil, eng keskin, eng nozuk, eng suyumlik, eng muloyim va
eng eg'ir hissi hushyorlik. Vatani xo'rliq ichida qolgandimi, yana qadrlaydigan, so'ynadigan va baxt tilaydigan muhabbat siziqchisi. Şoňa Rossiyalik dаңlıq yazgıcı Ivan Sergeyevich şundaq yazgan. Vatan bolmasa xoşallık bolmaydı. Hamma adam çoqum vatanının tupraqida yiltiz tartish kerak. Uyghur tarihi amaliyatini kuzatsak, biz vatanning muhimligini va vatanparvarlikning zarurligini cho'nqur tushunamiz. Yakki taqdirning vatan va millatning taqdiri bilan tüptün birdek ekanligini tushunamiz. Vatan bo'lmasa uy bo'lmaydi. Shaxsiy erkinlik va xushallik, hatto shaxsiy hayot va bexatarlik bo'lmaydi. Bizning vayron bo'lgan kapitalist, boylar, yozuvchilar, pedagog, muzikant, savdogarlar shu ibratni qoldirib ketdi. Bir odam shaxsiy hayotida qanchalik boy, mo'l va rivojlanishidan qat'iy nazar davlati vayron bo'lsa, muqarrar holda keng ko'lamlik vayronchilikqa petib qoladi. Davlatning o'zi bexatar bo'lsa, shaxslarning shaxsiy baxtsizlikdan qutulish fursati texmi cho'ng bo'ladi. Shunga Rossiya she'riyatining quyoshi deb atalgan Pushkin, Rus faylasufi Cha'dayevga yozgan xitida shunday so'z qoldirgan. Men sening vatanim, mening yurikim va ruhim sana mansub. Agar men seni so'ymasam vatanim, men yana kimni so'yman? Uyg'urlarda emas, barliq millatlarda bu bir o'rtaq nuqta. Har bir ulug' shaxsning tarixiy ahamiyati uning vataniga qo'shgan to'hfasi bilan o'lchanadi. Uning xarakteri, uning vatanparvarlik harakati bilan baho beriladi. Bu to'g'riliq Napoleon I shundaq hikmatlik so'z qoldirgan. İnsaniyat uchun eng oliy axloq nima? U vatanparvarlik. Uyg'urlarda vatanparvarlik azaldan cho'nqur va qizg'in hissiyat bo'lib kelgan. U quruq shuar emas, balki bizning mavjudligimizga singib ketgan mas'uliyat va va'dadir. Vatanparvarlik harakat bilan cheklanmagan. Texmi muhimi, u bir e'tiqodga aylangan. U Uyg'urlardagi eng cho'nqur va chidamliq hissiyat va tuyg'usi, axloqiy xarakterining manbasi va muvaffaqiyat qozonishning o'lchami bo'lib kelgan. U bizga qiyinchilikqa yo'liqqanda oson voz kechmaslikni, muvaffaqiyat qozonganda jamiyatga qaytirishni unutib qolmaslikni o'rgatib kelgan. Tarixdan buyon Uyg'urlarda bosh ko'tarmay jafoga chidab va jon tikib qattiq ishlaydigan, puhralar uchun so'zlaydigan, haqiqat uchun jinini pido qiladigan kishilar kam bo'lmagan. Xuddi Muhammadjon Rashidin yozgandek, tilamchiga non berar biri, kaptarlarga don berar biri, zarur bo'lsa qon berar biri, hatto jonnimi bergini bordir. Mana bular Uyg'ur millatining umurtqa ustixini va uzilmas o'q yiltizi. Bularning har bir ushaq-tushak tirishchanligi vatanimizning mustaqilligini ilgari suradigan nurga aylanadi. Biz vatanimiz Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonni so'yamiz. Chunki vatanimizning hayvatlik tog' daryolari va keng zimini mo'l boyliqlari bor. Chunki vatanimiz uzun tarixga va esil madaniyatga ega. Chunki biz bu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan va ajdodlarimizning qabrlari shu yerda makon topgan. Vatanimizning qilgan har bir harakati va u yerda yuz bergan har bir voqea qalbimizga ta'sir qiladi. Vatanimizning uzun tarixiy jarayonida jafo mushaqqatlar biriga ulab yana biri kelib turgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar jasorat va tavranmas iroda bilan jafoliq kurash orqali parlaq iqtisodiy, siyosiy va madaniyat muvaffaqiyatlarini yaratdi. Bularning hammasi har bir Uyg'urda cho'nqur muhr qoldirdi. Uyg'ur qalbida vatanparvarlikni shakllantirdi. Uyg'urning qalbini tosh obidlarga o'ydirib chiqardi. Vatanimizning qad ko'tarib turgan tog'lari va hayvatlik tog' cho'qilari tarixning bo'ron chapqunlariga nazar silib, shafaq nuri tushganda
shamol va bulutlarning ixtiyoriy o'tishiga yo'l qo'yib, mustahkam umurtqisi million yillar tavrinishlarga tamkinlik bilan bardoshlik berdi. Tarixning qaynam tashqinlikqa cho'mgan kuchlik eqinlari do'lqin urib, 100 yillik sesiq mehnatlarni yuyish uchun shiddat bilan o'rkashlayotdi. Vatanimizning to'mirida soqayotgan 7000 yillik yurak bor. Bu shiddat bilan o'rkashlayotgan qon tarim, Ertish va Ili daryolarining do'lqini bilan oqidi. Vatanimizning xarakteri Tangri, Koyillon va Oltoy tog'larining hayvatlik ruhi bilan rat-rat mustahkam turdi. Vatanimizning keng zimini umid va orzularimiz bilan to'lgan. Shuning uchun biz vatanimizning uzun va shonliq tarixini so'yimiz. Har bir qadam ziminda echilgan gul g'unchilarini so'yimiz. Güzel va hayvatlik daryo va tog'larini so'yimiz. Xalqlarining qaysar va egilmas xarakterini so'yimiz. Uyg'urlarning vatanparvarlik qalbi mushu so'yishlar bilan sug'urilgan. Uyg'urlarning shon sharifidagi eng muhimi bo'lsa, ularning egilmas sunmas umurtqisi va oldinqisi yiqilsa, keyingisi o'rnini besishga chelingan signal burg'a. Sadir Palvon, Temir Xalifa, Sabit Damullam, Xo'janiyoz Hoji, G'ani Botur qatorliqlar tajovuzchiga qarshi elib borgan qaynam tashqin qo'zg'alonlardan biz ashu Uyg'ur ajdodlarimizning vatanga bo'lgan fidokorlik ruhi holatini ko'z oldimizga akilaymiz. O'lji 5 fevral qo'zg'aloniga va Urumchi o'quvchilar namoyishiga qatnashgan yoshlarning tenidagi tavranmas vatanparvarlik ruhini his qila olamiz. Mushundaq uzun va parlaq tarixga ega bir millatning avlodi bo'lish nima degan iftixorlik ha? Vatanparvarlik degan biz ajdodlarimizning avlodlari bo'pli qolmay, keyingi milliy rivoyatlarni ijod qilguvchilari bo'lish. Vatanparvarlik degan ajdodlarimiz vasiyat qilgan vazifalarni o'rindashla emas, texmi muhimi vatanimizga bo'lgan mas'uliyatimizni ado qilishdir. Sabit Damullam ketdi. Amalga oshmagan orzu armonlarini elib ketdi. Xo'rliq, haqorat va turmida yolg'iz g'azab nafratni elib ketdi. Ikkinchi Cumhuriyetning qo'mondon va jangchilari afsusnorlik ichida butun qalbidagi vatanparvarlik qiziq qinini vatanning yer yuziga to'kib ketdi yoki ichiga yutib ketdi. 11 betimga qo'l qo'yib vatanni munqariz qilgan jonlar hasrat bilan aeroplanda ko'yib ketdi. Bizning qahramonlarimizning ulug' ruhiga hurmat bildirgunimizda vatanparvarlik degan har bir shaxsning qalbidagi jon tomir ekanligini aks etmay tura olmaymiz. Hamda aqlliq va aniq yetakchi ideya bo'lmasa, bir millat o'zining ruhi va oliyjanob fazilatini butunlay yo'qotganligini, har qanday bir ulug' ongmu bekorga ketadiganligini aks etmay tura olmaymiz. Yaqinqi zamon Uyg'ur tarixini aslaganda qalbimizning cho'nqir qatlamlarida chelingan melodiyaning eng keskin notasi bo'lsa, armon bilan ketgan milliy qahramonlarimizni va inqilobiy jangchilarimizni namuna qilib yezilib ekan. Ular yiqildi. Ko'ydirilgan va qonga milangan tuproqqa yiqildi. Jasadlar bilan liq to'lgan jang maydoniga yiqildi. Xitoyning jazo maydonida va vahshiy qamoqxonalarida yiqildi. Abdurahim O'tkir yozgandek, qoldi iz cho'llar ara, gohi davonlar diyana. Qoldi nini arslonlar, dashti cho'llarda qabrsiz. Ular hayotini va yoshlik davri bilan qalbining tanlishiga guvohlik berdi. Ular ketdi. Tarix chaqining tez aylanishida o'chib ketgandek qiladi. Lekin ularning samimiyati, qaysarligi va g'ururi Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar makonlashgan va qadam qo'ygan joylarda yangrab turdi. Ularning vatanparvarlik ruhi qanchilgan avlodlarga ta'sir qiladiganligini bilamsiz. Vatanparvarlik bu cho'nqir tema faqat
qalbidan kelgandila andin tushangili bo'ladi. Men boshlang'ishda o'qiyotgan vaqtimda G'o'lja Ozod yo'l 7-ko'chaning udilida bir cho'ng hukumatga qarashliq oshxona bor edi. Men shu oshxonaning oldida oyoq maylaydim. Yinimda doim janubdan kelgan 40 yosh atrofidagi bir ayol ikki kichik bolasini yeniga elib, oldiga bir parcha raxtni qo'yib tilamchilik qiladi. Bir kuni bir necha Xitoy kelib, u ayolning oldiga ozroq pul tashlab, bir tarafdan o'zaro Uyg'urlar ustidan vitildab va ahonat qilib ketdi. Buni anglagan bu ayol g'azab bilan pulni ularga tashlab berib, ovozini ching chiqarib, "Maynat pulingni ol Xitoy. Uyg'urlarni tillagan odamning pulini olmayman." Mening tenim qizib ketgan edi. Bu nima degan tiz bukmas ruh, ha? Bu ayol namoratchilikda tilamchilik qilayotgan bo'lsa-mu, g'oya va irodasining oliy janobligini saqlab qolgan. Oldiga tilamchilik latsini yeyib qo'yib o'ltirgandimi, qalbida millat va vatanparvarligini saqlab kelgan. Shuningdan buyon bu ayol mening xiyolimni pat-pat ziyorat qilib turdi. Angsız halda ruhimga ta'sir ko'rsatgan. Uyg'urlardagi vatanparvarlik Uyg'ur qahramonlarining ish izlarida, mashhurlarning yozmalarida va aqliya so'zlarida ifodalanib qolmay, g'o'ljiliklarning xon laylisida, qashqarliklarning ravoblarida, qumulliqlarning oq bo'z ot naqshsida, Turpan xalqining ko'lg'an karizining palampaylarida, xotanliklarning gelimida, Kucha xalqining usullarida, Urumchining pluralizmligida, Tarimni kezib o'tgan karvonlarda, kechidagi suvchilarning naqshlarida, dehqonlarning xamonlarida, to'mirchilarning bozg'onlarida, yog'ochchilarning harisida, patichilarning qamchilarida, o'kizaru chaqining g'ichirlishida, bozorda tizilgan 86da, navoiylarning tonurida, oshpazlarning o'choqlarida, analarning bo'shik tuvidagi allay naqshlarida, kichik qizlar o'ynagan beshtash va o'g'illar o'ynagan vallaylarda davomlashib va gavdalanib keldi. Vatanparvarlik bizni millatimizning sharaf va nomus tuyg'usini unutib qolmasligimizni ogohlantirdi. O'z tarixini tushunolmagan bir millatning avlodlari cheksiz nomus bilan to'lgan avlodlar. O'zining tarixiy mas'uliyatini zimmasiga ololmaydigan bir millatning avlodlari nadon avlodlar. Vatanparvarlik vidolashadigan avlodlar.